Har bir mahsulot va tovarlarning mamlakatimiz hududiga olib kirishni o'z tartib va tamoyili bor. Ushbu tartibga amal qilmaganlar esa qonun oldida javob beradi. Toshkent viloyati Yallama bojxona postida ham ana shunday holat aniqlandi. Hujjatlarda ko'rsatilmagan qiymati 650 million so'mlik tovarlarni respublikamiz hududiga bojxona nazoratsiz olib o'tishga bo'lgan urinish fosh etildi. Hozir shu haqda. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Yallama chegara bojxona posti orqali yuk avtotransport vositasida yurtimizda faoliyat olib borayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga olib kelingan yuklar bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Yuk avtotransport vositasi Yallama chegara bojxona post tasarrufidagi bojxona omborida xolislar ishtirokida o'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida yuk kuzatuv hujjatlarida ko'rsatilmagan 715 dona har xil turdagi maishiy texnikalar borligi aniqlandi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra aniqlangan tovarlarning qiymati 650 million so'mni tashkil etmoqda. Hozirda yuqoridagi holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasini kesib o'tishda tovar va moddiy boyliklarni ishonchli va to'g'ri deklaratsiyalashda qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladilar.